Andrologiya eng ko'p tarmoqli tibbiyot markazi viloyatimiz tibbiyot sohasida yosh va yangi yo'nalish hisoblanib, erkaklar, ayollar, bolalar tanosil tizimida ko'p uchrovchi xastaliklarga malham bo'luvchi maskandir. Bir necha yildan beri chiylik o'lim muammolari bilan qiynalardim. Shu yerga kelib davo topdim. Ushbu tibbiyot markazida so'nggi avlod tibbiyot uskunalari va zamonaviy laboratoriya jihozlari yordamida kasalliklarga to'g'ri tashxis qo'yiladi va davolanadi. Tashxis qo'yishning yana bir afzalliklaridan biri mana bu siz ko'rib turgan zamonaviy mikroskop va makler kamerasi hisoblanadi. Buyrak, siydik nayi, qovuq toshlari endi urologik usulda bartaraf etiladi. Namangan viloyatida faqat andrologiya tibbiyot klinikasida yuqori texnologiyalik endi urologik operatsiyalar yosh bolalarda qilinyapti. Siz o'z sohasining ustasi bo'lgan haqiqiy mutaxassislarga murojaat qiling. Manzil Namangan shahri Davlatobod tumani Porloq mahallasi, mo'ljal 3-kichik tumandagi tennis korti orqasi.